Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Hozirgina bir video joyladik. Albatta kirib ko'ringlar. Ochig'i bu videoni olishlikka biz majbur bo'ldik. Ko'plab kitobxonlar ko'rishligini shu kontent orqali niyat qildik. Bizni do'konimizga ba'zi bir mijozlar kirishadi-da. Mana shu kitobni nech pul deyshadi. Mana uncha narx. Misol uchun, ya'ni Baxtiyor oila kitobini nech pul deyshadi. Biz 78 ming desak, 50 ming so'mga bo'ladimi deyshadi. Kitobni tan narxidan ham arzon narx aytib yuborishadi. To'g'ri kelmaydi desak, biz mana bu joydan olgandik deyshadi. Biz o'ylanib, hayron bo'lib qolamiz. Bugun biz o'sha joyga borib, kitoblar sotib olib kelib, kontent olishlikka majbur bo'ldik. Gap nima haqida ketyapti? Gap muallif huquqi buzilgan, kopiya qilingan noqonuniy kitoblar haqida. O'sha hammamiz sevib o'qigan Ahmad Lutfiy Qozonchining Saodat asri qissalari kitoblari. Buni 170 ming so'm do'konimizda sotamiz. Ular 120 ming so'm sotishyapti ekan. Baxtiyor oila kitobini 78 ming so'm sotamiz, 50 ming so'mdan sotishyapti ekan. 86 ming sotamiz Mukoshafatul Qulubni, 50 ming so'mdan sotishyapti ekan. Men kitobini biz 62 ming so'm sotamiz. Ularda qattiq muqovasi tugab qolibdi, yumshoq muqovasi qolibdi. 30 mingdan berishdi. Qalb iffati kitobini biz 42 ming so'm sotamiz. Ular 28 ming so'm sotishyapti ekan. Azizlar, nima demoqchiman? Bu nazoratdan o'tmagan, muallif huquqi buzilgan, noqonuniy kitoblardan ochig'i ehtiyot bo'lish kerak. Sababi, misol keltiradigan bo'lsam, Baxtiyor oila kitobini ichida jiddiy masalalar bor, taloq masalasi bor va hokazo. Alloh asrasin, mumkin emas degan jumlani, emas so'zini o'chirib chiqarib yuborgan bo'lsa, xalq odamlar Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari nomlari turibdi. Hilol nashriyotini kitobi ekan deb olib o'qiveradida. Nima demoqchimiz bu videolar so'ngida? Siz o'sha kitob do'konidan olib turganingizda asl nusxasidan bering desiz, berishadi. Mana shu kitobni olib kelganimizda sizga qanaqasini beraylik? Asl nusxasinimi yoki kopiyasini deb aytib sotishyapti. Kopiyasini olmanglar. Bu do'konlar sotib turganligi masalasi, bu alohida masala. Ular bilan alohida mutasaddi xodimlar shug'ullanishyapti. Inshaalloh yaqinda sotishmaydi kopiya kitoblar.